Assalomu alaykum. Tinchmisizlar, omonmisizlar? Anjoniylar, sog'mi hammanglarni. Bugun bir sizlarga Xudo xolasa shohona palov qilishni o'rgataman. Xudo xolasa kechga yaqin. Uyga bugun mehmonlar keladi, jigarlar. Yig'ilamiz 12-aprel 2026-yil. 57 bahor ko'rimiz bugun Xudo xolasa. 57-bahor. Mana bugun mehmonlarni kutamiz. Shohona palov qilib bergan deyishdi mehmonlar. Xudo xolasa mana bir shohona palov qilamiz bugun hovlimizda. Mehmon kutamiz. Kelinglar mehmonlar.